Minecraft olami bunchalik chiroyli. Qo'y, bor pulingni chiqar. Kim aytyapti? Senmi? Ha, bor pulingni chiqar. Ma bor pulim. Zo'rmi ekan? Yo'q shekilli. Qadrli Mojang studiyasi. Men bu yil versiyamni yangilatmoqchiman. Xo'p, chiqsam, nima bu, hech kim yo'q. Bu yildachi? Bu yilda bormi? Qo'y, nima xizmat? Nega haligacha versiyani yangilamagansan? Sen yangilanish oson deb o'ylayapsan? Ha, endi bu yil bugundan boshlab meniki. Yo'q, o'zlarimcha yangilash keltirmagan holda qolinglar, bolalar. Bo'p qolgan hamma yeri. Xullas, mening birinchi qiladigan ishim o'zimga kreativ olish. Va mana kreativni ham olganman. Ikkinchi ishim bu yilni yo'qotib yuborish. Xayr Mojang, sen biz uchun qadrli. Qo'l qilaqani. Yes, bu onlarni men shuncha kutdim. Endi Minecraft'ga yangilanish ko'rishim kerak. Birinchi o'rinda nimani qo'shsam ekan? Birinchi o'rinda strukturlarni qo'shaman-da, let's go. Mana mening birinchi strukturam tayyor. Buni bu yerda sandiq bo'ladi, sandiqning ichida tosh bo'ladi. Ish qilib chiqib ketish kerak bu yerdan. Agar chiqa olmasa, o'ynay olmaydi-da. Endi bu yerda paydo bo'lishini 99% qilaman. Bo'ldi, tayyor endi. Allaqachon bittonchi paydo bo'ldi-ku. Qani, yangilanish yoqdimi? Yo'q, musor. Mana. Xullas, keyin yana strukturalar qo'shaman-da, let's go. Va bitta narsa qilib tashladim, uniga kerak bilmayman. Sandiqni ham ocholmaydi o'yanchi. Sandiqning ichida hech narsa ham yo'q. Xullas, bu ham tugadi. Endi men o'yinga anjomlar qo'shaman. Mana men avim qo'shdim va mana uning crafti. Bu craft to'g'ri kelmaydi. Avim aql bitta otishda atstalni ham o'ldirib bo'ladi. Craftni o'zgartirishga qaror qildim. Yo'q. Bittagina bedrock va avim yasaladi. Bedrockni qayerdan olishlariga tupurib qo'ydim. Unda boshqa miltiqlarni ham ishlayman. Masalan, o'zimda bor pistoletning crafti to'la mana bunday. Va o'qni qayerdan oladi? Tufilib qo'ygan bor, xullas, o'qni qayerdan olishlariga. Endi moblar qo'shaman. Go! Moblar yaratishda xatolik ketdi. Endi balandda bunday narsa bilan hal tugmani bosganingizda qizil narsalar chiqib turadi. Hamda kreativni ham jo'nattiradi. Xo'p, va mana mening qo'shgan narsalarim. Bulardan endi hali yerga qo'yib chiqaman. Masalan, qishloqlarda mana bu bo'ladi. Qishloqdagi lootlarni ham olish uchun qiyin bo'lishi kerak-ku. Mana bunday narsalarni ham qo'yamiz.
ola oladi va mana bunday o'tlar, yana shunday qora odamlar va mana bu nima slime'lar, shilimshiq va mana bunday askarlar. Mana bu o'yinchilarga aniq yoqadi deb o'ylayman. O'ylamayman, aniq. Yo, ovozi millionlarga o'xshab ketar ekan. Xullas endi bo'ldi shekilli, o'zim yaratgan Minecraftda o'zim survival qilaman. Unda let's go. Mana olamda survival olamga ham tushib oldim va omadim kelibdi. Qamoqxonaning ichidan tushmadim. Qani hech kim yo'qmi? Xullas endi survival qilamiz. Bular menga tegmasa kerak. Yo, nima qilding? Qo'y, do'nkami seni yaratib qo'yibman. Yo. Daraxtni olaman. Bol Minecraft o'tyapti. Qanday ekan? Yo, hot. Mana. Yo. Juda zo'r bo'ladi. Yo. Lekin Minecraft o'tyapti. Yo, menim Minecraftdan chiqarib yubordi-ku. Xullas tushundim, mening juda kuchli telefonim ham bunga bardosh bera olmadi. User Blues tushunmayapman. Minecraftni boshqarish oson deb o'ylagandim. Bunday narsalar hattoki o'zimning ham asabimni o'ynab ketyapti. Hech qisi yo'q, kechirdim, endi bularni o'zing tuzatasan. O'zimmi? Ha. Xo'p. What? Bilgandan o'lib qoldi-yu. Xullas, seni kechirdim, endi bo'laver. Minecraftni to'g'rilab qo'yaman ertagacha o'zim. Ammo strukturalarni sen buzasan. Xo'p.